Iltimos, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki Automachine Channel sizga eng so'nggi avtomobil yangiliklari, real narxlar va foydali tahlillarni doimiy yetkazib beradi. Bugungi videoda 2025 Kia avtosalon narxlari, 1 yildan 5 yilgacha bo'lib to'lash imkoniyatlari hamda Tom Ford varianti haqida to'liq va aniq ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Kia 2025 yilda o'z modellari bilan qulaylik, ishonchlilik va zamonaviy texnologiyalarni birlashtirib, xaridorlar uchun juda jozibali takliflarni taqdim etmoqda. Avtosalonlarda Kia Picanto, Sonet, Cerato, Sportage va Sorento kabi mashhur modellar mavjud bo'lib, ularning barchasi Tom Ford komplektatsiyasida kundalik hayot uchun yetarli bo'lgan funksiyalar bilan jihozlangan. 2025 Kia Picanto shahar sharoiti uchun juda qulay, ixcham va yoqilg'i tejamkor avtomobil bo'lib, zamonaviy dizayn, qulay salon va xavfsizlik yostiqlari bilan ta'minlangan. Kia Sonet esa yoshlar va oilalar uchun mos crossover bo'lib, yuqori clearance, multimedia sensor ekran, orqa kamera va qulay o'rindiqlari bilan ajralib turadi. Cerato Tom Ford varianti esa avtomat uzatma, yumshoq yurish, keng salon va zamonaviy tashqi ko'rinish orqali biznes va oilaviy foydalanish uchun juda mos keladi. Sportage Tom Ford modeli esa o'z segmentida eng talabgir suv bo'lib, katta ekranli multimedia tizimi, zamonaviy xavfsizlik funksiyalari, kuchli dvigatel va qulay boshqaruvni taklif qiladi. Sorento esa katta oila va uzoq safarlar uchun mo'ljallangan bo'lib, keng salon, kuchli motor va yuqori darajadagi qulaylik bilan ajralib turadi. 2025 yil Kia avtomobillarining eng katta afzalliklaridan biri bu bo'lib to'lash imkoniyatlaridir. Rasmiy Kia avtosalonlarda avtomobillarni 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda bo'lib to'lash asosida xarid qilish mumkin. Dastlabki to'lov odatda 20% dan 30% gacha bo'lib, ba'zi aksiyalar vaqtida bu ko'rsatkich yanada past bo'lishi mumkin. 1 yillik bo'lib to'lash eng kam foizli variant bo'lsa, 3 va 5 yillik muddatlar oylik. Kia avtosalonlarda avtomobillarni 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda bo'lib to'lash asosida xarid qilish mumkin. Dastlabki to'lov odatda 20% dan 30% gacha bo'lib, ba'zi aksiyalar vaqtida bu ko'rsatkich yanada past bo'lishi mumkin. 1 yillik bo'lib to'lash eng kam foizli variant bo'lsa, 3 va 5 yillik muddatlar oylik to'lovni ancha qulay qilib beradi. Tom Ford variantlari aynan kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, ular konditsioner, elektr oynalar, markaziy qulf, multimedia tizimi, xavfsizlik yostiqlari va qulay o'rindiqlar bilan jihozlanadi. Yoqilg'i tejamkorligi ham 2025 Kia modellari uchun muhim jihat hisoblanadi, chunki ishlab chiqaruvchi yangi dvigatel texnologiyalarini qo'llab, xarajatlarni kamaytirishga erishgan. Shuningdek, avtomobillar rasmiy kafolat bilan taqdim etiladi va servis xizmati keng tarmoq orqali amalga oshiriladi. Kia avtomobillari dizayni ham 2025 yilda ancha yangilangan bo'lib, zamonaviy chiroqlar, agressiv old panjara va sportiv chiziqlar bilan yanada jozibador ko'rinishga ega. Ichki salon esa ergonomik joylashuv, sifatli materiallar va haydovchi uchun qulay boshqaruv bilan ajralib turadi. Agar siz ishonchli, qulay va narxiga yarasha imkoniyatlarga ega avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2025 Kia Tom Ford variantlari aynan siz uchun to'g'ri tanlov bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki biz har bir model bo'yicha foydali maslahatlar beramiz.